Demek 2026-yildan navbatdagi qabulni boshlaymiz. Bu Buyuk Busoqdan 3-qabul. Qabulning bitta yo'li bor. Shahar tumandagi xalq qabulxonasiga yozdirib qo'ying. Qabulxona menga sotga beradi. Bu 10 ta bo'lib ketdi, 11 ta bo'ldi desa, ko'payibdi-da, ular menga onlaynda deb Zoom orqali ham qabul qilaveramiz. Hamma viloyat rahbarlari shu. Hamma kotibiyat, hokimiyat kotibiyatlari shu yerda. Marhamat, boshlaymiz. 19 yildan beri turmush o'rtog'im bilan yashar edi. Uyimni sotib olibdi-da xo'jayinim. Xo'jayingiz yozib bering, prokurorga bering, qaytaramiz. Prokuraturaga berdim. Keyin prokuror javob xatini berdi, opa sudga chiqing, sizniki hal bo'ladi deb. Sudga ham chaqiramiz. Hozir ham Beyg'u viloyat prokuroriga kirsin. Yerini noqonuniy sotib, uyni yeri sotib olgan bo'lsa, uni qaytarish chorasini ko'rish kerak. Six ochmoqchiman, xonga six. Pech bilan xamir qo'ydiqanga anaqa qilyapman. Mablag' yetmayapti. Hozir hokimimizga aytasiz. O'sha duxovka pech bilan, arzonroq bilan xamir qoradigan oladi-da, obodonni balansda turadi, to'lovsiz ijaraga beradi. Shunday qilsa rozi. Roziman men. Muallim masalan, Arzangida tumanidagi 4 ta uy tushgan, yengani bez qo'ygan, o'shani oldida tepasida. O'shani nargi mahallada yashaydigan odam darvozasi yo'di. Nargi mahallani orqani ham parniklar egallagan. Razaka. Erta aru o'tgan 3 metrli arig'ida aru yopilib boryapti. Ustidan ko'prik qilib hozir tayankalar qilib tashyapti. Maytoma o'sha 4 yil bo'lyapti. Yashil hudud qilaylik, archa beraman dedi, ekologiya obishats qildi. 2 yildan oshdi bunga. Bermadi. O'shanga Kadastrni gaplashding. Buni shu kadastr. Men kecha men kadastrga ham bordim, hokimiyatga kecha hokimi qabullariga ham kirdim. Haqida va'da berishadi, bo'ldi, o'sha to'zda qolib ketyapti. Kelamiz deydi, kelmaydi. Chiqinglar, o'rganinglar-da. O'sha yashil ishchi guruh tuzingmi, hammaga yozing. Ikkinchi guruh nogironlar ishlamayman. O'quvchim yo'q, yolg'izman. Mengacha hozir anaqaga ruxsat oldim. Gaz, svet nimalar lekin oxirishga qiynalmayman. O'sha bitta tualet hammomga yordam bera olmaydim. Mahalla toma qolmaymi nimadir qolib. O'sha masala bo'yicha. Gazda kim bor? Gaz, suv, o'sha uchalasini olib tursam. Elektr, suv uchalaring kelaver. Gazga ruxsat olganman, xonadonimga bir arzimagan turba bilan tortolmayman, moddiy holatim yetmaydi. Mana viloyat gaz. Yoz Rustam shunday yozdi. Elektrga ruxsat olgan, uyga tortolmayman dedi. Yordam berasizlar. Tushunarli. Qani suv. Mana borasiz, bu kishining uyiga bugun odam yuborasizlar, ruxsat olganini ko'rasiz. Keyin tortib berasizlar uyga. Uchalaring ham bor. Uchalaring ham mana bir hafta muddat. Salomat. Rahmat kattaman. Noqonuniy qurilmalar bo'yicha murojaat qilib chiqdim. Chiqib o'rganishlarini so'rayapman. Fuqarolar tomonidan mashina o'zini shaxsiy avtoturargohga aylanib boryapti-da qisqasi. Ana o'shalarga men qonuniy chora ko'rilishini va o'shatda yashil hudud qilinishiga yordam berishligini so'rab keldim. Men so'rab surishtirdim. Qonuniy hech qanaqa haqligi yo'q ekan aslida. Chunki aruni любой payt tekshirganda bunaqasi joy qolishi kerak ekan. O'sha parnik ham qilishgan, boshqa ham qilishgan, hujjati yo'q. Hujjati bo'lsa shu kungacha ko'rsatardi. Hozir endi o'rganishga topshiriq berdilar. Chiqib o'rganishsa, o'ylaymanki, ijobiy hal bo'lishiga umid qilib qolaman albatta. 4 oydan beri ishsizman-da hozir. Yoshingiz nechida? 52 da. Qayerda ishlagansiz? Hokim yordamchisi bo'lib ishlagan oxirgi. Ma'lumotingiz qanaqa? Oliy Qayerda o'qigansiz? iqtisodiyot universitetida. Bu opani taniysizmi? Taniyman. Nimaga ishsiz? Oliy ma'lumot bo'lsin. Yo hozir menga og'ayni o'tirib, men birga yozib berasiz dedim. Falon joyga ishga joylashtirib berasiz. Hoppa, tushundim. Ayting hokimiyat. Bo'lmaydigan bo'lsa o'zim shug'ullanaman. Tushundim. Ishlagandan keyin oliy ma'lumot bo'lgandan keyin mayli hokim yordam eplamabdi. Boshqa ish berish kerak-ku albatta. Shuni ayb topishman. Sog'lig'im. Hozir telefon qilib menga javobini aytasiz. Hoppa, birgalashib hokimga chiqing. Hoppa. Hozirgi kunda biz ukam oyim 3 tamiz yashaymiz. Opalarim turmushga chiqib ketgan.
ko'zim yoshligimda janjal oqibatida surilib qolgan bo'lgan. 18 yoshda 2 marta operatsiya bo'ldim va o'tgan yili 1 marta operatsiya bo'ldim. Doktorlar aytdi, etapma-etap operatsiya bo'ladi, murakkab operatsiya ko'ziniki buni dedi. Men hozirgi kunda oyimga qaraydigan qizman. Men aprel oyida oxirgi marta operatsiya bo'ldim. Oyim 2023-yildan beri onkologiyada ro'yxatda turadi, 2-guruh nogironi. Fevral oyida endi biz hamma tekshiruvlardan yana o'tishimiz kerak ekanda unga. Shuning uchun menga moddiy yordam tomonidan yordam so'rab keldim. 12 million so'mgacha hisob kitobini bering, yozib bering arzon Dilshodxon. Yozib berasiz, beramiz. Men operatsiya uchun murojaat qilgandim. Biz oilamiz mana bu onam bular уже 60 ga kiradi. Onam ham otam ham bu yil ikkalasi ham kasallik qolgan, anchayin qarigan. Men oilada katta farzandman. O'zim 2001-yil. Men ukam singlim, uchalamiz ham nogironmiz. 2-guruh nogironi. Ukalaringizni chaqiring. Bizda genetik kasallik ketyapti ko'zimizda, pigmentli distrofiya degan, ya'ni ozuqa buzilishi natijasida hujayralar o'lib boryapti ko'zda, ko'rpardada. Kelinglar. Endi eng qulayroq bizga Turkiya bo'ldi. Doktorlar bilan ham gaplashdik. 3 etapda qilinishi kerak operatsiya deyapti. 1 oy, har bir oyda bir martadan qilinadi. Ko'zida muammosi bor. Ukalari ham ko'z shunaqa, singillarida Aqliy zaiflik bor. Genetik holatda nima yordam bera oladi? Turkiyaga operatsiyaga shartnomamiz bor. Mablag'ini necha $6000 deyapti bittasi. Mutaxassislar bilan komissiya nimalari gaplashishdi. shu to'g'ri katras. Keyin birgalashib o'zingizga bir martaga yordam bera olamiz. Hozirgi kunda yolg'iz onaman. 3 ta farzandim bor. Qani xo'jayin? Xo'jayinim bilan ajrashganman 4 yil bo'lgan. Endi boshqa inson tanlab ketganlar. O'zim obodonlashtirishni istayman. Bilaman, siz ikkovlarni ko'raman. Kecha ko'chada salopalarni terib yuribsiz. Ha, musor terib o'shanga bir martalik moddiy yordam berishsa ozgina qizini davlatga nima qarzdorligim bor-ku. O'shani qilaman. Nechta? 9 million qarzim bor. Ikkita bolam o'zi qolgan. Uyim sharoiti ham og'ir. O'sib terib ketayotgan ko'rdim-da haligi. Qo'lda terib yurgan ekan. Sizlar Shuning uchun mayli 10 million beramiz. Xo'p, rahmat. Xo'p, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, Yoz charchadim. 10 millionga arzib beramiz. Obodonlashtirishda oddiy qo'lda tozalovchi ayol bo'lib ishlayman. Viloyat hokimimizning qabullariga yozildim. Bir martalik moddiy yordam berishni so'rayman. Agar iloji bo'lsa deb o'sha Zoir Toyrovichga gapirsam, aytdiki, "Ha, turmush o'rtog'ingiz yo'qmi?" dedi. "Yo'q, 4 yil bo'lgan turmush o'rtog'im yo'q bo'lganlariga" dedim. "Ajrashganman. 3 ta farzandim bor. Qizim dedim, ozgina kasallik bo'lgani uchun moddiy yordam dedim. Siz obodonda ishlaganingizni kecha ko'rdim. Musor o'z orqasidan musor terib nima qilib yurganingiz uchun ham biz taraflama 10 million sizga yordam deb menga moddiy anaqa yordam ajratildi. Ha, lekin xursand bo'ldim. Prezidentimizga, viloyat hokimimizga kattakon rahmat aytaman. G'aznada ishlardim. Sakrashiniya bo'ldi bizda prezident qaroriga asosan. Keyin o'tdan 30-dekabr bilan bo'shab, yanvar oyining boshida moliya bo'limiga ishga qabul qilish uchun chaqirildim. O'tda keyin ariza yozdim, mayl olamiz, bizga mutaxassis kerak edi. Ariza yozdim, o'sha keyin 12-dan buyrug'ing chiqadi deyishdi menga. Qayerda o'qigansiz? Moliya institutida. Moliyada. Institutida. Ayol kishi bo'lganim uchun seni olmas ekan. Shermuhammad Begiyev men ularga uchraganimda ham shunaqa degan. Olmaliqdan? Olmaliqdan. Moliyadan kim bor? Bu kishini agar 2 kunda ishga olmasa, o'zini ishdan olishadi. Xo'p bo'ladi. Hozir chiqib gaplashasiz. Yaqinda bansadan chiqdim. Bola chaqa bormi? Xo'jayin bormi? Yo'q, bitta o'g'lim bor, xarajatdan ham qiynalib qoldik. Qancha pul kerak? Yoshingiz nechida o'zi? 80 ga kelib qoldi. 78. Qancha pul kerak? Qancha pul? Men bilmayman bolam, menga dori, meni yuragi yomon, infarkt olganman, lecheniyaga kerak. Keling, anaqa 5 million beraylik endi, onaxon kelibdi atayda. Duo qilasiz, 5 million beramiz. Sog' bo'ling. Da, yaxshi. Birgamisizmi? Da. Olib ketdim. Mashina. Stiralkami? Gaz plita ham yo'q. Oblgaz, chaqir oblgaz.
suv ham kelsin, suv Jamshid. Bittasidan open nima ekan, so'rayaptilar, bittasi kiryadigan mashina bugun olib borib berasiz. Bugun olib borib beradi. Hozir o'zi olaman. Opani uyda gaz plitasi yo'q ekan. Bugun olib borib chiroyli tagida duxovkali gaz plitadan olib borib kechgacha menga rasm Jamshiddan ikkalasi. Telefonlaringizni yozib, bugun hal qilib beramiz. Zair Tayirovich, kattakon rahmat sizga. Tan joningiz sog' bo'lsin. Bolalaringizni rohatini ko'ring. Dunyo turgancha turing. Bizga qilgan yaxshiligingiz Allohdan qaytsin. Zair Tayirovich, hech kim menga shunaqa yordam bermagan. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, hokimlar. Salom. Gapiravering. Mana shu uyim yo'q, hokim bor, 2 nafar voyaga yetmagan qaramog'imda 2 nafar qizim bor. Onasi tashib ketib yuborgan 5 yil bo'ldi, 2021-yilda. O'zingiz qayerda ishlaysiz? Obodonlashtirishda ishlayman. Onamning onasini qo'lida qolib ketganman. Keyin shu katta qilgan, keyin uylangandan keyin shu ijarada yashayman. 5 yil bo'ldi hokim bor, televizorsiz o'tiribman. Hokimga 3 yil bo'ldi, telefon ham qildim, qabliga ham bordim, telegramda ham yo'q. Qizlaringiz necha yoshda? 7-sinf, 6-sinf. Elektr tarmoqlari qani televizor kerak ekan. Bugun televizor olib borib antennasi bilan bu odamga ayting, rayoningizni o'rnatib, kechqurun nimasini tashlab bersin. Tushundim, hop bo'ladi. Televizorni qilaylik, uy-joy masalasini hokim bilan birga yozamiz. Televizorni bugun olib borib beradi. Hozir hal qilib. Salomat bo'ling. Grudnoy xirurgiyadan meni operatsiyaga yuragim o'zi mazam yo'qdi. Ozgina yordam berib Yoshingiz nechida? 72 Nima yordam kerak? Yordam hozir 10 million shu botishimga yetmayapti. Bo'l, bering 10 million. Chunki- Hozir arza yozing. Qo'yish o'rbilsin. Allohdan qaytsin. Salomat bo'ling. Haqiqiy masalam juda ko'p edi. Bu odamni vaqtini olmay unaqa dedim, masalan aptekada bultur banisi deyotgandim bolajonlarim. O'shani yotavering dedi. Bir qiz yurdi-yu shu yerda Qibrayli. O'sha anaqa zam bir bola. Shu aytdi, olavering dedi, men pul o'tkaziraman dedi. Oldim, banisiga yotdim. Mana endi bu yoqqa shuni pulini o'tkazishmaydi. Undan keyin gazimni pechka bor, men sovuqda yashayapman. O'shancha mana shamollayapman. Bolalarim ham. Mana bunaqa balkonni mana bunaqasiga qotirgan. O'sha qotirgan joyi undan olib turib shunda olib borishsa hisobga daxil bo'lishardi lekin. Hozir 3 bolam bilan o'zim muzdayda yashaymiz. Bugun menga 10 million berib dedi. Yurib operatsiyasiga yotaman bolam. Hali qog'ozim o'shaniki. Bu yerda bitta xotin, "Voy 20-30 million demaysiz?" Yo'q. Iymonimni yemayman dedim. Shu doktorlarning aytgani, yozib qo'ygani Grudnoyda qiladi endi bolam. Shunga muhtoj bo'lib keldim, ishonasizmi? Yuzimga qarab turibdi hokim deb. Mana shuni qarab, u quvvatida yuragimni shuni bo'ldi hokim. Adilla bir kelamanda yana duo qilib, yuragim bilan, qalbim bilan duo qilib, umr tilab ketaman, xudo xolasa.